Salom ovsinjonlar, qaysizlar? Bugun kunim yana mani hovli shipirish bilan boshlandi. O'zi qishki kunida har kuni bir xil boshlanyapti kunim desam ham bo'laveradi. Hovli hamma g'azon bo'lib ketadi, hovli shipirish bilan boshlanyapti. Даже daraxtlarda silkitdim, shu barglar tugab, to'kilib tugasin deb. Bular ham tugamaydi. Mondili to'kilmaydi, barg daraxtga tugab to'kilsin, uzumniki вообще umuman tugamayapti. Ovsinim chiqdilar, katta shipirgida shipiring, tezroq bo'lasiz deb. Qizlarman katta shipirgida umuman shipirolmayman. Mana shu vaqtgacha deyarli umuman katta shipirgida man shipirmaganman-da. Men shunaqa uy shipirgida, mitti shipirgida shipiraman. Katta shipirgini bo'yi o'zi mendan nochida. Men o'zi bo'yim kichkina, jussam kichkinamanda. Bir nima qilib shipirib oldim. Qizlar, sizlar ham bir paytlari ish qilganlaringda ichlaringda nechta odam bilan urushib chiqqansizlar, kommentda yozib ketinglar. Bir paytlari menda shunaqa bo'ladi. Ichimda bilmayman, nechtadir odamlar bilan urushib chiqaman, o'ngimda aytolmagan gaplarim aytib jo'ranib chiqaman. Menimcha hamma shunaqa bo'lsa kerak, qizlar. Bir nima qilib shipirib oldim. Mana qizlar, hali men shipirib ulgurmasimdan, ko'ryapsizlarmi? Uzumlar barki to'kilib bo'lganda g'ashingiz keladi-da, hali shipirgan joyi даже 1 soat ham toza turmasa. Maniki 5 minut ham toza turmaydi. Hali shipirib ulgurmasimdan tepadan o'zi to'kilib bo'ldi-da barglar. Hamma ayla deyman, fizkultura ozaman deyman. No, baribir shipirguncha belim qotib qoladi ekan birlakka o'xshab. Kesirmani shuni shatar ekan qizlar. Belim og'rigan bo'lib qoldi-da. Egilsamchi belim qotib qoladi-da. Tabiiy tug'ruq mimatda yaxshi ekan, maslahatim kesir va qilmanglar. Endi balki hammada har xildir, menda shunaqa bo'lyapti. Belim o'sha 1 yil bo'lgan bo'lsa, kesirvamga belim haligacha og'rig'i o'tib ketmaydi. Choklarim o'rni haligacha og'riydi qizlar. Mavzudan yiroqlashmaylik. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu qop, meni o'zimdan ham katta-da bu qop. Men buni buklab aylantirib hozir musorda solyapman. O'zi ham musor mana shu qopda to'la bo'ldi-da. Bu qopga mandaqangi qizdan 2 tasi sig'adi. Katta qop. Bir nima qilib epillab musorlarda sovoldim. Voy, charchab ketdim-chi o'zi ham qizlar. Mana shu hovlini shipirguncha. Hovlilar shipirib bo'lgandan keyin mana qizlar qaranglar. Men hali endi musorimni olib bo'ldim-da, ko'ryapsizlarmi? Barglarda shunaqangi alam qilib ketadi menga. Hali shipirib bo'lmasimdan shunaqangi to'zib ketsa, kabutta kelgan odam hovli shipirilmagan deb o'ylaydi. Negativchilar sizlar yozmanglar. O'zi qilingan ish shu bitta hovli shipirish, shuni ham gapiraverman demanglar. Gapiraman-da, mehnatim. Baribir odam o'zining mehnatiga ajinadi-ku qizlar. Keyin kechga xo'jayinim men Muhammad Solih Charxidagi Benazirga kirdik. Muhammad Solih kasal bo'lib qolgani uchun qaniydir isitmasi chiqdi. Shabadalab qolibdi. Tug'ilgan kunda muzda ichib qo'yadi. O'shanga menimcha tomoqchasi og'rib qoldi shekilli. Biron nima olib beramiz deb ishtimayapti-da. Yigitga narsa olib beramiz deb Benazirga kirdik. Betdagi sovg'alar ko'rib, voy, o'ngim kelib ketdi qizlar. Men o'zi oldin umuman yangi yillarga, masalan, umuman bayramlarga qiziqmasdim-da. Hozir mana balali bo'lgandan keyin men uchun bayramlar qiziq bo'lib qoldi. Balam uchun-da qilaman hammasini. Shu balam xursand bo'lsin deb qilaman.